Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun men Zervix.uz bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz yana o'sha bayroqlar qurish challenge 4-qismini olamiz. Xo'p, bugungi qismda biz quradigan davlatlar hozir quramiz. Ko'rasiz, qaysi davlat degan videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, mana bularni bundoq qilamiz. Do'stlar, xo'p, mana ularni ham quramiz tepasiga. Va mana bu yerga birinchi navbatda biz quradigan davlat bu Tailand bo'ladi. Tailand bayrog'ini quramiz hozir do'stlar. Xo'p, hozir quramiz. Mana bu yerga biz oq narsalarni, betonlarni qo'yib olamiz va o'rtasiga mana bu to'q ko'k narsalarni qo'yib olamiz, betonlarni va Tailand bayrog'i tayyor do'stlar. Xo'p, mana bu yerga esa biz quramiz, Hungariyani quramiz, ya'ni Vengariyamidi, Hungariyamidi, xulosa shu bitta davlat bor, shuni ham quramiz do'stlar. Xo'p, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bitta obunachidan keyin biz albatta 60 ta obunachi bo'lamiz do'stlar. Shuning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarning likingiz va obunangiz ko'proq video chiqishini ta'minlaydi. Hammayli. Hop, hozir bu Hungariya degan davlatni quramiz va mana bumidi, bundaymidi, yo teskarisimi? Xullas, Eron quramiz. Bu yerni desam, Eronga ham mos kelmaydi desam. Yo, xullas, to'xtab turinglar, adashdim men. Tepada qizil bo'lar edi. Hop, uzurasizlar, tepada qizil bo'lar edi. Hop, hozir bizda yana bitta davlat o'yladim hozir men. Mana shu narsani qurganimda hozir bitta davlat o'yladim. Uni bayrog'i juda ham oson. Hop. Hozir menda yana ikkitachami bayroq qurishga variantlar bor. Yoki 3 tami? Xullas 3 ta. Mana xullas Hungariyani qurdik. Ana bu yer endi Xo'p, yana biz 4 ta davlat qurishimiz kerak. Menda esa 3 ta davlat uchun ideyalar bor. Mayli. Hop, 6 blok quramiz. Bo'ldi. Ana endi mana bu yerlarni ham quramiz do'stlar. Xo'p, endi biz quradigan keyingi davlat bu Chad davlati. Chad degan davlat ham bo'ladi. Bu xuddi Fransiyaning boshqacharoq varianti. Hozir ko'rsataman Chad davlatini. Chad mana shunday bo'ladi. Bilganlarga. Xo'p, Chad davlatini qurdik. Keyingi esa bo'lsa hozir quramiz. Uning uchun bizga xo'p, bular bizga kerak emas. Bizga to'q yashil kerak. Mana buni olamiz. Xo'p, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Новый Craft 5 kanaliga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kanalimni shu odam ochib berganlar. Kattakon rahmat ularga. Shuning uchun kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'ying. To'g'rirog'i Novajon desangiz o'zi chiqadi YouTube kanallari bratamni. Hop, ularga yana bir bor kattakon rahmatimni aytib qo'yaman, chunki ular menga shu YouTube kanalini ochishga yordamlashib yuborganlar. Hop, mana bunga qarab kichikroq qurib yuboraman, mayli. Hop, endi bir blok kattalashtiramiz. Hop, mana bu yerlarni ham quramiz. Ular hozircha video qo'ymayaptilar, nimagaligini bilmadim. Kommentariya ham yozib qoldiringlar shu videoyimga. Keyingi videoda qanaqa bayroqlar qurishimni. Hop, bu Nigeriya davlati edi. Nigeriya davlati ham bo'ldi. Ana endi bizga yana ikkita davlat kerak. Bular Xo'p, qaysi davlatlarni qursam bo'lar? Yana bitta davlatni esladim. Hop. Bizga qizil ham kerak. Qizil ham kerak do'stlar. Hozir biz qizilni olamiz. Bo'ldi. Ana 6 ta davlatni o'yladim. Qanaqa qurish kerakligini, ya'ni qanaqaligini. Hop. Mana shunday qilib, katta qilib quramiz. Mana bunday xulos. Mana shunday qilib qurib tashlaymiz. Hop, keyingi davlatimiz bu albatta Yemen davlati. Yemen davlatini
Bilganlar kommentariyaga Yemen davlatini bilamiz deb yozib qoldiringlar. Masalan, bu davlat menga juda ham yoqadi. Hop. Mana bunday. Bo'ldi, keyingisi esa Angliya bo'ldi. Esimga tushdi. Angliyani quramiz endi do'stlar. Hop, Angliyani quramiz. Esimizdan chiqmaydigan umiddaman Angliya. O'zi videoni oxirida-ku. Ha, bo'pti, mayli. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lib, videoga like bosgan bo'lsangiz kattakon rahmat. Ana endi mana shu Anglandiyani ham qurdim. Hop, mana bunday. Hop. Mana Anglandiya. Hop, bizda hozircha wow, 8, 16, 20 ta davlat quramiz do'stlar. Hop, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda qaysi davlatni quray? Xayr, 60 ta obunachi bo'laylik.